Qizlarjonlar, sizlarga Yaponiya mahsuloti bo'lgan Omronni tavsiya qilmoqchiman. X7 Smart varianti. Bu avtomatik monitorda juda ham sifati zo'r ishlaydi. Qizlar, mana hozir ichini ochib ko'rsataman. Bu korobkasi va ichida bitta foydalanish uchun yo'riqnomasi mavjud va mana bunaqa idishi bo'ladi. Bu idishini ichida nimalar bor? Hozir sizlar bilan birga ko'ramiz. Sifatini ham. Mana Omron. Bu oxirgi chiqqan varianti qizlar. Lekin buni biz skidkada oldik. Mana. Ko'rsanglar bo'ladi, sifatini juda ham sifati zo'r. Mana Vyetnamda chiqqan variant ekan, lekin Yaponiya brendi hisoblanadi Omron. Mana hamma narsasini ko'rib olsanglar bo'ladi. Juda ham sifati super qizlar. Mana hamma narsasi juda ham yumshoq. Ko'ryapsizlar? Mana hamma narsasi yumshoq. Hamma narsasini o'rnatganingizdan keyin, batareykalarni solganingizdan keyin ishlashni boshlaydi. Juda ham sifati zo'r, sizga ham tavsiya qilaman.